Janubiy Şinjan, Şimal Şinjandan kelguncha Davanchangdan o'tamiz. Ham Davanchangninki mayda danglik bir to'qorimiz bor. Ya'ni Davanchang Laziji. Bugun men sizlarga shu Davanchang Lazijini tafsil qorish usulini inch holatda tayyorlab huzuringizga sunaman. Hamda bu Davanchang Laziji Shinji jo'diyallarda mayda danglik mingsan turdagi bir tomoqning birisi, qo'rimning birisi. Ham hozir men qaranglar 100 gram may qo'ydim men. Hamda bu Lazijini sizlar mingsan bilan yanglar yoki mo'm bilan yanglar yoki cho'p bilan yanglar yeyish chiqadigan oshxonalarning bozorga salsanglarmi xaridorlar yoqtirib yeydigan bir Laziji. Hamda men bu tomoq tadqiqoti, tam qurish tadqiqotini qilayotgani hali uzun bo'lib qoldi. Bugunmi men buniki tam qurishini tadqiqot qilib o'tiribman. Hamda buni men necha qatim qo'rgan qo'rma, mayli 24 yil yoki ishlayotgan oltimda. Hamda buni men necha xil qo'rib, kam tamlarni to'liqlab, mana bu to'loni saqlamkin Davanchang Laziji bo'lgan holatga akib qo'ydim. Hamda oylarda qo'rib yeymansanglar men davomli tam qurishning tarkibini sizlarga deb beriglik. Herkes yushirib qo'ygan ahvol yo'q. Hamda menga samsaq 80 gram samsaq, 70 gram sinjan, Mesela qo'ringda. Ba'zan bir yetishayotgan kasbdoshlar, hamda men o'choqni qo'rishimlik sabab qaynimda o'rganayotgan nurg'un shogirdlar bor. Hamda mening oshxonamda kasbiy bir qo'rmixona, oshxona, yuqori besimli o'choq, hammasi uskunlar to'liq. Hamda uni ko'rsatsam toza, inch ko'rsatib bo'lmaydi. Shunga mush o'choqda har xil shu oshxona bozoriga tushirgan qo'rlarni ko'rsatyapman. Ballarni o'rgansin debchi-mi? Bir pulni rayonga xato bir gaplarni yozmayman. Hamda Anjixayning lozisidan Shenjou deymiz, 260 gram loza, chilg'an loza, quruq emas. Lekin mana bu javhari tam qurishni. Hamda hozir meniki tam tadqiqotimda bütün qurishni yig'ib, tomoqninki shamilni to'liq yig'iblamkin tam qurishni mahallatda tayyorlayapti. Masalan, nechimi sanmaysizlar buningga. Yaqinda bizning zavod tushsa, bir-birlar bu tomoqlar tovarlashib, tam qurishlari oilalarga, oshxonalarga kirishga boshlaydi. O tam qurishlarni saqlab tursanglar bu. Şu bacağının temsil bisiqroq holatda cho'p bilan yesanglar, mazlik yeysizlar. 1 kilo 100 su, Mateolio sağan china, juma. Sapomsun batına juma. Tak su, 1 kilo 100 gram su quyib, 20 talatni dumlab, azoq ko'klarni silib, hozirroq bir jarman cho'plarni silib, iste'mol qilsak bo'ldi. Undan sonra Davanchang Laziji 20 bo'ldi, qarang, qaynaydi bu. Ko'rolmas, seri holatda. Çöp bilan yeydigan bo'lsam ajoyib payza. Sal sho'rpuliq chiqadi mana. Bunda bo'lsa barliq to'rdagi oshpaz ustamlar, meniki pintozlarim. Hamda biz necha vaqt yoz qurg'oq Lazijilarni qo'rgan. Hamda mana Davanchang Laziji bu çöp bilan suyga rost chilab yeydigan bo'lsa ajoyib payza bo'ldi. Kamini bir tetib boqaylik. Biz oyig'ida biz bunga ozroq lovslaza beramiz, o'zimiz tayyorlab olgan shangyo Şangay yo'lani berib, buni ishga iste'mol qilsak bo'ldi. Ular pishdi, ishga o'rlashtirib, hamda sho'rpuliqroq chiqadi bu. Cho'p bilan yeydigan bo'lsanglar, bu Laziji har qanday odamga yoqadi, qarang. Bojog'ining ta'mlari xushbo'y edi. Hozirlik burungi degan shundoq satbak payza o'rilyotdi, Hamda buni Lazijini yeb bo'lgandan keyin buning sho'rpisiga yana çöp, moma degandek yemekliklarni qo'shimcha yesanglar bo'ldi, chunmi? Unda bo'lsa Davanchang Laziji mana bu holatda pishib chiqdi. Bu holatda sizlar oshxonaniki bozorga salsanglar yoki oylar qo'rib yesanglar bo'ladi. Jenzan yurak soni 10 mingga yetsa, men bu Chavlyoning payfansini oshkor holatda dars yo'llab beraman. Shunga mazmunninki asosiy nihoyat aktiv. Shunga xotirjam holatda yurakni berib, filmni qo'rqmay tarqatsanglar bo'ladi. Ketib qo'yinglar.